xususiy maktab, markaz rahbarlariga o'ziga xos bo'lgan taklif. Siz juda ko'p pul tikdingiz va markazingiz, maktabingizga o'quvchilarni jalb qilmoqchisiz. Tabiiyki, agar o'qituvchilaringizni mahorati bo'lmasa, unda shuncha qilgan harakatingiz bir pul. Shunday ekan, nima uchun siz maktabingizda o'qituvchilaringizga motivatsiya beradigan, ularni mahoratini oshiradigan trenerni joriy qilmaysiz? Aynan sizga, siz uchun maxsus taklif. Maktabingiz, markazingizda ikkita juda ham shijoatli, o'z ustida izlanishga hamisha tayyor bo'lgan, qiziqqon, motivatsiya bera oladigan ikkita o'qituvchingizni tanlang va lider ustoz deb nomlangan trenerlikka tayyorlaydigan va butun mahoratni o'qituvchilarni interaktivga, o'quvchilar bilan ishlashga, psixologik, metodik yondashishga, pedagogik yondashishga, o'rgatishga qaratilgan treningimga zudlik bilan yuboring. Xo'p, sizni qiziqtirdi. Demak, aynan mana shu o'qituvchilaringizni lider ustoz deb nomlangan kursimda kutib qolaman. Demak, o'qituvchilaringizni tayyorlashga bor yo'g'i 1 oy vaqt qoldi. Avgustdan so'ng sentyabr keladi. Agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, profilimda yuqorida havola bor. Aynan shu havoladan ro'yxatdan o'ting va o'qituvchilaringizni trenerlikka tayyorlab oling.